Assalomu alaykum barchaga. Demak, navbatdagi masala yechimini ko'rib chiqamiz. Demak, savolda D-heterozigota organizmi chachtirilgan, effektga holatda nakras singur, resessiv gamma-zigota genotipli avlodning uchrash ehtimolligi 20,25%. Ikkala organizm nakras singur bo'lgan. Demak, masofa va quyidagi genotipli organizmning uchrash ehtimolligi so'ralgan. Demak, birinchi ota-ona gametani yozib olamiz. D-heterozigota. Bundan gamet olamiz. Bilamiz, birinchi xromosoma bir gameta, ikkinchi xromosoma ikkinchi gameta. Genlarning o'rni almashinadi. Natijada quyidagicha gameta hosil bo'ladi. Biz bularni nakrossoverlar, bularni esa krossoverlar deb olamiz. Demak, savolda resessiv gamma-zigota, ya'ni mana shu yerga to'g'ri keladi. 20,25% ekan. Agar biz buni chastotasini topadigan bo'lsak, ya'ni 100 ga bo'lib ildizdan chiqaradigan bo'lsak, bu yerda 0,45 yoki 45% bu genning chastotasi kelib chiqadi. Demak, resessiv gametamiz 0,45. Dominant ham shunday bo'ladi. Demak, bularning yig'indisi, ya'ni nakrossover formalari bu yerda 90% ni tashkil qilmoqda. Demak, jam 100% deb oladigan bo'lsak, nakrossover formalari 90%, krossover formalari bu yerda 10% ni tashkil qilmoqda. Demak, bu yerdagi gametalarimiz har biriga 5% dan to'g'ri keladi. Savolning A bandida genlar orasidagi masofa so'ralgan. Bilamizki, Krassingur foizi bilan marganida bir-biriga teng bo'ladi. Bu sababdan marganida ham bu yerda 10 bo'ladi. A qismi javobi. B qismida birinchi belgisi bo'yicha dominant, ikkinchi belgisi bo'yicha resessiv gamozigot organizmning uchrash ehtimolligi so'ralgan. Demak, bu shu yerga to'g'ri keladi. Demak, bilamizki, bu gameta 0,05%, ya'ni bir-biriga ko'paytiradigan bo'lsak, bu yerda 0,25% kelib chiqadi. Javob 0,25%.